Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xushxabar. Prezident farmoni: bayram tuhfasi beriladi. Barcha fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2026-yildan boshlab pensiyalar oshiriladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjatda keltirilishicha, mazkur hujjatda kelgusi yildan ish haqqi, pensiya, stipendiyalar va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa esa 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Jami ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan va bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mni ko'rsatmoqda. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat budjeti xarajatining 42,9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy xarajatlarini oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda, deyilgan ma'lumotda. Diqqat, xushxabar! Homiladorlik va mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini endi ish beruvchi emas, davlat to'laydi. 2026-yildan boshlab homiladorlik va vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini ish beruvchilar emas, ijtimoiy himoya jamg'armasi to'laydi. Prezident taqdimotda aytishicha, hozirgi tizim xususiy sektorlarda uchun jozibador emas, ortiqcha yuklama, mahsulot tannarxi oshib, raqobatlashtirilishga ta'sir ko'rsatmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-oktyabr kuni ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Yig'ilishda qayd etilishicha, kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17% dan 6,8% ga kamaytirilgan. Oila sifatida nafaqa oluvchilar soni esa 14% dan 6,1% ga kamaygan. Shu bilan birga, bugungi kunda aholini og'ir hayotiy vaziyatlarda daromadsiz qolishi va kambag'allikka tushishini oldini olish masalalari hukumatning doimiy e'tiborida, deya ta'kidladi davlat rahbari. Taqdimotda bu borada dolzarb masalalar ko'rsatib o'tildi. Jumladan, xususiy sektorda band bo'lgan aholining barchasiga hamda homiladorlik vaqtida mehnatga layoqatsizlik va ishdan bo'shash bo'yicha nafaqalar to'lab berilmayotganligi ham aytildi. Qolaversa, Xalqaro mehnat tashkilotining ijtimoiy ta'minotining minimal normalari to'g'risidagi, onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyalarga muvofiq tug'ish va kasallik bo'yicha nafaqalar ijtimoiy sug'urta mexanizmlari orqali to'lanishi belgilangan. Taqdimotda aholini ijtimoiy nafaqalar bilan
qamrovini oshirish hamda milliy ijtimoiy sug'urta tizimini xalqaro hujjatlarga uyg'unlashtirish masalalarida ishlab chiqarilgan takliflar ham ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, rasmiy band bo'lgan barcha shaxslarga nafaqalar bosqichma-bosqich ijtimoiy himoya jamg'armasi tomonidan to'lanishi yo'lga qo'yiladi. 2026-yildan boshlab ayollarga homiladorlik nafaqasi 2026-yilning ikkinchi yarmida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalari ham to'lab boriladi. Yangi tizimning asosiy maqsadi ayollar va ishchilarni ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bilan birga rasmiy mehnat munosabatlarini rag'batlantirish ekanligi ta'kidlandi. Prezident takliflarini ma'qullab, ijtimoiy sug'urta sohasini raqamlashtirish tizimi shaffof ishlaganini, nafaqalar proaktiv ravishda tayinlanib to'lab borilganligini ta'minlash yuzasidan aniq topshiriqlar berdi. Avvalroq O'zbekistonda kredit qarzdorligini ijtimoiy nafaqa va yordam mablag'laridan undirish taqiqlanganini xabar qilgandi. Kredit olish bo'yicha arizalar ko'rsatilgan miqdordan ortiq summada kredit taklif etilmaydi. Kredit majburiyatlari bilan bog'liq ehtimoliy tavakkalchilik to'g'risidagi chek-list taklif etiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1-noyabrdan ishsizlik nafaqasi faqat mehnat shartnomasi bekor qilingan shaxslarga to'lanadi. Ishsizlik nafaqasi takroran belgilanganida dastlabki tayinlangan nafaqani olish muddati tugaganidan so'ng qo'shimcha ravishda kamida 12 oy ish staji talab etiladi. O'zbekistonda 1-noyabrdan ishsizlik nafaqasi faqat mehnat shartnomasi bekor qilingan shaxslarga to'lanadi. Ishsizlik nafaqasi takroran belgilanganida dastlabki tayinlangan nafaqani olish muddati tugaganidan so'ng qo'shimcha ravishda kamida 12 oy ish staji talab etiladi. 2025-yil 1-noyabrdan ishsizlik nafaqasi faqat mehnat shartnomasi bekor qilingan shaxslarga to'lab boriladi. Bu 4-avgust kuni imzolangan Prezidentning mehnat munosabatlari va kasbga tayyorlash tizimi takomillashtirish hamda ish beruvchini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida ko'zda tutilgan. Bunda ishsizlik nafaqasi so'nggi 5 yilda kamida 18 oy ishlagan shaxslarga mehnat shartnomasi bekor qilinganidan so'ng ular 6 oy ichida murojaat qilganida ularga oxirgi 18 oylik o'rtacha ish haqqi hisoblanadi va 3 oy davomida to'lanadi. Bir oyda o'rtacha oylik ish haqqi 75%, lekin mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 3 baravaridan oshmagan miqdorda to'lab boriladi. 2 va 3 oylarda esa o'rtacha oylik ish haqqining 50%, lekin mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 3 baravaridan oshmagan miqdorda to'lanadi.